Aniq ayta olaman, shu kungacha klaviaturadan noto'g'ri foydalangansiz. Odatda o'quvchilarimiz darslar jarayonida klaviaturadan foydalanishda qiladigan xatolar, ya'ni xatolarni ko'rib chiqamiz. Ushbu xatolar, ya'ni sizni ishingizni klaviaturada ishlash jarayonida sekinlashtirishga va borib yana qayta mishkada nisbatan ko'proq ishlashga olib keladi. Ya'ni u nima xato? E'tibor bering, F harfimiz hamda J harfimizning tugmalarida chiziqchalari bor. Qo'llarimizning asosiy ko'rsatkich barmoqlarini xuddi shu joyga qo'yish tavsiya etiladi va shu ko'rinishda ishlash kerak. Ishlash jarayonidan iloji boricha klaviaturamizni o'rtasidan bo'lib olishimiz, ya'ni qaysi ma'noda? Misol uchun Ctrl S, ya'ni kopiruvch qilishimiz kerak. Office dasturlarida odatda nima qilishadi? Ctrl chap qo'lligi V tugmasini yoki S tugmalarini o'ng qo'lligi bilan bosishadi. Bu, ya'ni ishimizni sekinlashtiradi va qiyinlashtiradi. Chap qo'limiz orqali bemalol Ctrl S, ya'ni kopiruvch, bemalol chap tugmasi orqali, ya'ni chap qo'limiz orqali Ctrl V bosishimiz mumkin. Ya'ni shu narsaga e'tibor berish kerak. Bu ishimizni oson va tez bo'lishiga yordam beradi.